shunaqa bitta savol tug'iladi, nega meni hurmat qilishmayapti deydi. Ko'pchilik masalan yosh kelinlar keladi, mana bu oilada hurmat qilishmaydi yo bo'lmasa yangi ishxonaga borgan odam aytadiki, man sezdim deydi, umuman menda hech qanaqa atrofdagilar meni hurmat qilmaydi deydi, har qanaqa ishlar buyuraverishadi deydi, menga tegib ketyapti deydi. Yo bo'lmasa mana sinfdoshlar bilan uchrashganda deydi, mana sinfdoshlarim meni hurmat qilmaydi deydi, nimaga meni hurmatim yo'q deganda, ana buni sabablarini hozir tushuntirib bermoqchiman. Birinchi navbatda endi sizni hurmat qilmasligining sababi bu sizda shaxsni o'zini kamchiligi bo'ladi. Masalan, tarbiyalagan paytda, tarbiya paytida qanaqadir shu noto'g'ri tushunchalar orqali shu odam qanaqadir kamchiliklar bilan, shaxs kamchiliklar bilan rivojlanadi, o'sha kamchilikda o'sha noto'g'riligini tushunmaydi. Bu qanaqa kamchilik bo'lishiga, masalan, mana agar siz odamlar bilan ichida o'tirganingizda faqat o'zingiz to'g'risida gapiryapsiz, faqat gapiryapsiz, maqtanyapsiz, yo bo'lmasa mana Instagramda, yo bo'lmasa qanaqadir so'zsetlarda, Telegramlarda borib shu olgan yangi mashinangizni yo bo'lmasa yangi iPhone telefoningizni yo bo'lmasa pullarni mamlakatga qilib silkitib, shu hozir urfga kirib qoldi, o'shalarni ko'rsatib, mana shunaqa deb maqtansangiz, bu ko'pchilikda nima deydi, anaqasiga yoqmaydi. Ko'p narsa bu narsa yoqmaydi. Maqtanishingiz o'sha bu maqtanganga kiradi, chunki nima o'sha pulga zor bo'lib o'tirgan odamlar bor-yu, o'sha narsaga erisha olmaydigan odamlar bor. Siz uni maqtanganingizdan keyin qanaqadir hasad paydo bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa qanaqadir sizga nisbatan pasqariydi, shunda o'sha hurmat yo'qoladi. Ikkinchi bo'lsa, bu hayotdan olish. Masalan, hamma to'planib o'tirgan paytida yo bo'lmasa shu ishxonada ham kimgadir faqat hayotingizdan olib, "Voy, mana bunaqa bo'ldi, qaynonam urushdi, erim urushdi, ana unaqa qilib, bunaqa qilib" hayotdan olgan, bu уже vampirizmning bir turiga kiradi-da. Siz hayotingizdan olgandan keyin bu odam siz bilan gaplashib o'tirib, keyin qarasangiz, sekin o'sha charchaganini, o'sha sizdan uzoqlashganini sezasiz, chunki hech kimga yoqmaydi shu birovda. Mana rostdan ham siz hayotdan noliganingiz, o'sha sekin asta shu energetikaingiz birinchidan o'zingizga tushib ketadi, yonizdagi odamni ham energetikasini o'sha sekin yemirib yuborganini sezasiz. Keyin yana bitta holat bo'ladi. Bu kichkinaligimizda bizga davay birovlarning hojatidan chiqqan, yordamlash deydi, lekin bu uni qanaqadir bir me'yori bor, uni bilmaydi, постоянно borib siz yugurlikka aylanasiz. Kimga nima kerak bo'lsa borib yugurib borib o'sha ishni qilasiz, borib o'shaning hojatini chiqarasiz. Qiyinchiligida yordam berish boshqa, lekin borib siz постоянно siz unga nima deydi, tayyor bo'lib turaversangiz, har doim ya готов, как soldat bo'lib tayyor bo'lib turaversangiz ham, keyinchalik mana bir shofyor aytgandi, men dedi, anaqani boshlig'im dedi, ishini qilardim dedi, keyin dedi, qarasam, xotini ham ish buyuryapti, mana meni himchisiga olib bor, mana meni anaqaga olib bor, abunoyga olib bor, kuyovga ham yetmagan deydi, bolalari ham deydi, qizi ham deydi, shu maktabdan kelishda men olib kelishim kerak deydi, buyruq beryapti, "Ba'da kutib turing" deb deydi, o'rtog'im bilan gaplashyapti deydi, u yoqda deydi, "Men kutib turishim kerak" deydi, kafega kirib ketyapti deydi. Buni qarasam deydi, "Men deydi, yugurdakka aylanib, keyin borib deydi, kirib gapirdim, boshliqqa yo'q, men bunaqa xizmatlarni qilmayman, u kichkinagina meni bolam tengi, navaram tengi menga buyruq beryapti" deydi. Ana bu rostdan ham agar siz o'zingizda bir chegara degan narsa bor, yordam berishi bor. Agar keraksiz masalan juda ham borib yugurdak bo'lib uni hamma xizmatini qiladigan bo'lsangiz, unda ham sizning hurmatingiz yo'qoladi. Keyin yana shunaqa odat bor, masalan, g'iybat qilish. Hamma o'tirganda masalan chiqib ketgan odam orqasidan gapirgan bo'lsangiz, o'sha hamma o'tirgan odamning ichida bitta fikr paydo bo'ladi, "Men chiqib ketsam hozir meni ham gapiradi" deydi. Keyin sizdan yiroqroq yurishga harakat qiladi, unchalik sizni hurmat qilmaydi. Keyin yana bitta shunaqa shaxsiy kamchiligi bor, bu va'da berib va'dani bajarmaslik. Mayli, ertaga boraman, ertaga qilaman shuni deydi, qilmagandan keyin bu betayin ekan deydi. Buni deydi hech qanaqangi anaqasi yo'q deydi. Bu shaxs kuchsiz. Va'da berib har doim va'da bajarishga harakat qilish kerak, chunki bu energetik sizni juda ham energiyangizni kamaytirib yuboradi. Keyin gaplashganda masalan ko'pincha boshqalar bilan solishtirib, "Ana u shu narsaga erishdi, menda hech narsa yo'q. Ana u narsani qildi, menda hech narsa yo'q. Ana uni mansabga erishdi, aman bo'lsam hali ham yuribman." Mana shunaqa deb boshqalarning oldida gapirganingizdan keyin o'sha siz to'g'risida yaxshi gap o'ylayotgan odam ham birinchi uni anaqasi, nima deydi, мненияsi, fikri o'zgaradi deb, u sekin asta o'sha sizni hurmat qilmay boshlaydi. Keyin yana shunaqangi naqalar bor. Siz masalan sizga qanaqadir laqab qo'ydi, mana o'rtoqlaringiz oldida laqab qo'yib, sizni ustidan kulgandek bo'ldi. O'shanaqa paytda unga siraza chek qo'yib, o'zingizni himoya qilmasangiz, keyinchalik u norma bo'ladi. O'sha laqab qo'yib gapirish, ustidan kulib gapirish bu normaga kiradi, bunga yo'l qo'ymaslik kerak. Ana bular hammasi nimaga kiradi? Bu shaxsiy kamchiligi, ko'pincha
odam shu ong unchalik rivojlanmagan bo'lsa, masalan ko'pincha mana tabaqaga qarab qaraydigan bo'lsak, mana tabaqada dehqon etapidagi odamlarda ko'pincha bu yerda ishlaydigan dehqonlar to'g'risida gapirmayapman. Ong masalan shu past darajada bo'lib, faqat hayot shu yeb ichishdan yo bo'lmasa qanaqa выживать qilib, qanaqa bir kunimni ko'rish keladigan paytda mana ko'pincha shunaqa odamlarda o'zini shaxsida juda kamchiliklar bo'ladi. Ana shu narsa uni hurmat qilmaslikka ham olib keladi, chunki qayerdadir u granitsa borligini bilmaydi. O'shaning uchun masalan agar tabaqa bo'yicha qaraydigan bo'lsak, demak siz o'sishingiz kerak. Siz savdogar etapiga o'tishingiz kerak. Savdogar etapida mana kommunikatsiya ko'p bo'ladi deydi. Kommunikatsiya ko'p degani ko'plar bilan demak siz munosabatda bo'lganda sekin asta bilasiz kim bilan qanaqa gaplashishingizni, qanaqa o'zingizni tutishingizni. Ikkigan уже sizga pul to'plagandan keyin sizdan unaqa maqtanish, birovlarga ko'rsatish degan narsa ham o'z-o'zidan yo'qoladi. Ana keyin masalan siz jangchi etapiga, voyn etapiga o'tganda, voyn etapida u juda ko'p qiyinchiliklarni yenga boshlaydi. Juda ko'p qiyinchiliklarni yengidi, hayotdagi qanaqadir to'siqlarni yengib o'tgandan keyin unda ichkarida juda katta kuch paydo bo'ladi, uni shaxsi kuchli bo'ladi. Demak, shaxsi kuchli odam qanaqa bo'ladi? Birinchidan unda mas'uliyat bo'ladi. Keyin so'z berdimi, so'z va'dasidan chiqadi. Keyin u odamlarni himoya qila oladi. Demak, ana shu chunki u boshliq darajasiga yetib borayotganda, u boshqalarni ham o'ylab, boshqalarni ham himoya qilib, keyin mana o'zini birovdan unaqa e'tiborni, maqtovni ham kutib ham o'tirmaydi. Yo, orqasidan qaytanga uni hamma maqtab gapiradi. "Voy, biz mana shu ishimizga yordam berdi, mana bu narsani qildi" deydi. Chunki bu kuch shaxsiy bo'ladi. Keyin birovga muhtojlikni ko'rsatib ham o'tirmaydi. U Allohga yaqin, Alloh bilan nima deydi, Allohning nurini o'zi qalbiga kiritgandan keyin unda hech qanaqangi birovlarga muhtojlik, yonimda kimdir bo'lsin degan narsa bo'lmaydi. Ana bu kuchli shaxs bo'ladi. Undan tashqari yana masalan butiniy massa degan narsa bor. Butiniy massa bu degani ichki dunyoyingiz. Bu ichki dunyoyingiz sizni qancha boy bo'lsa, ichki dunyoyingiz qancha sizni kuchli bo'lsa, ichki dunyoyingizda qancha informatsiya ko'p bo'lsa, bu degani sizni masalan ongiz baland bo'lib, mana qancha kitob o'qidingiz, masalan qancha kurslarga bordingiz, qancha masalan siz o'sha mana diplom olib, undan keyin ustida qancha ishladingiz, qancha kasb sohasida yuqori darajaga erishdingiz, ana bu sizni butiniy massangizni borgan sari oshirib boradi. Butiniy massasi yuqori odam, uni atrofida har doim odam bo'ladi. Har doim uni qanaqadir kamchilik bo'lsa, uni kamchiligini ham kechirib borishadi, chunki u birinchidan juda ham koinotning katta energiyalarini o'ziga oladi. Allohning nuri qalbiga kirgan bo'ladi. Bunaqa odam atrofida juda ko'p odamlar, demak, undan energiya oladi, undan maslahat oladi. U bilan qanaqadir qiziq bo'ladi. Keyin bunaqa odamlarning qadami juda ham xosiyatli bo'ladi deydi. Qayerga borsa rostdan ham ishlari atrofdagilarning ishi yurishib ketadi. Qalbi farishtalik odam bo'ladi. Ana bu demak butiniy massasi qancha yuqori bo'lsa. Keyin mana hurmatli obunachilar, mana ko'plar shu hayoti zerikarli bo'lib ketganini yo bo'lmasa qanaqadir qiyin ahvolga tushganini, keyin pulsiz qolgan paytlar bo'ladi, yo bo'lmasa masalan unga xiyonat qilishadi, razvod, ajrimlar bo'ladi, yo bo'lmasa masalan siz tashlab ketishadi, qanaqadir tupikka kirib qolasiz. Ana shunaqa tupikka kirgan paytda nima qilish kerak? Bu endi har xil jarayon sifatida ketadi. Kimlardir rivojlanish, kimlardir rivojlanishdan to'xtagan bo'ladi, kimlardir pavorot qilish kerak bo'ladi. Ana shunaqa paytda bu sizga demak yordam kerak. Ana shu yordam sifatida biz 30-aprelda webinar o'tkazamiz. Ana shu webinarga yozishingiz mumkin Telegram orqali. Hurmatli obunachilar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, izohlar qoldiring, podpiska bo'ling.